va qarna fi buyutikum va qor bilan uylaringizda o'tiring. Ahzob surasi. Zarurat yuzasidan ko'chaga chiqsa, ziynatlanmasdan va atirlanmasdan hijobda chiqishi lozim. O'quv yurtlarida yoki shifoxonada ishlasa bo'ladi, qachonki zarurat bo'lsa bo'ladi. Bu degani masalan, bir qishloqda shu ayoldan boshqa shifokor yo'q deylik. Bu ayol davolashi zarurat bo'ladi. Shunday holatda erining ruxsati bilan ishlash kerak. Agar er kishi qarshi bo'lsalar, itoatli bo'lib uyda qolish kerak. Oila munosabatlarida er va xotin bir-birlarini boshqa barchadan, ya'ni farzandlaridan, kasbi, tijorati, karyerasidan ustun ko'rishlari kerak. Bu tartib almashib qolsa, sog'lom oila bo'lmaydi.